Kia'ga qiziqadiganlar, bu Kia Tellurati. Kia Tellurati. Yaxshi mashina, keng. Tirsa qo'ygichlari ham keng, bunda gelintagindek deb yarim qarish emas, bular 25 sm. Qora charim. Mashina juda ham enli. Endi Taho'day mana bunday emas, sal kichikroq. Taho'nikidan ancha katta emas, lekin gelintagindekdan katta. Monitor. Uzun monitor. O'rindiqlar va sanaymiz. Demak, oldida 2 ta, o'rtada 2 ta, orqada 3 ta. Kia avtosalonga olib keldi. Mana yana bitta Tellurati. Ana turibdi. Qo'ydik mana. Rangi kul rang. O'zbeklarimizga yoqadigan rangdan. Kalt mana. Qisqasi bir yigit olgan. Salonga qaytarib beryapti. Ana orqa tomonlari yangi mashina o'sha ko'taga tiqdi mana. Ishlar musor qilib, semiz chaqqan o'zi ham ichida. Hujjatlar yozib ichida. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana mashina rangi. Diskalari. Oldi ko'rinishni olamiz. Oldi ham enli baladay. Oldi farasi. 4 ta linza va pastda avarinka bilan pоворотchiga. Oldi radiatori ham dahshat. O'zi Kia har doim fasonlari bir odamni o'ylantirib qo'yadi ham. Diskalari ham antiqa. Fason bo'yicha qimmat mashinalarni qolishmaydi, lekin arzon mashina bu. Kia Tellurati. Yaxshi, menga yoqdi. Endi bunday emas-ku, lekin bu baribir bu. Hozir topshiramiz kaltda. Egasi hayda beryapti. O'rniga boshqa qoladi. Uzoq kuttirmadi. Kul rang topshirdi. Nimagadir kul rang yoqmadi unga. Xuddi bu krossovkani topshirganda topshirib yubordi, rang ko'kni oldi. Xuddi shu narsa. Faras ham shu, radiator ham shu. Ochini ko'ramiz. Yangi. Ey xudo, krossovkani topshirganda topshirib yubordi. Xuddi shu ekran, xuddi shu narsa. Men tushunmadim ham, kul rang nima bu, ko'k nima? Haydavermaymi? Yo'q. Ko'kni tanladi bu.